1953-yil Lubnonning Sayda shahrida musulmonlar payg'ambarimizning tug'ilgan kunlarini odatdagi bayramlardagidek osmonga o'q otish bilan nishonlar edi. Lekin o'qlardan biri mashhur nasroniy G'attos oilasining kichik qizi boshiga qaytib kelib tegdi. U yerdagi shifokorlar zudlik bilan uni Bayrutdagi Amerika universiteti shifoxonasiga ko'chirishdi. Lekin borgan sari ko'p qon ketar, shifokorlar nima qilarini bilishmas edi. Shunda nasroniy ayol: "Ey Muhammad, musulmonlarning payg'ambari, qanisan kel, ummating mening qizimni ne ahvolga solganini ko'r" deb baqirar edi. Shu payt shifokorlardan biri chiqib, u qizi bilan vidolashib olishi uchun ichkariga kirish kerakligini aytdi. Achinarli holga kelgan onaning vujudini titroq bosdi. Bazo'r eshikni ochdi-yu, hayratga tushdi. Qizi karovatda o'tirib, "Eshikni yoping, ona, chiqib ketmasin, yoping" derdi. Ona vaziyatdan gapira olmay qoldi. Nima bo'layotganini tushunmasdi. "Qizim, kimni qo'lidan tutay? Nima haqida gapiryapsan?" dedi. Qizning javobi esa onani va atrofdagilarni dahshatga soldi. "Muhammad, ona, xonaga Allohning rasuli Muhammad kirdi va qo'lini boshimga qo'ydi. Shunda jarohat ham, qon ham ketdi. Siz eshikni ochganingizda u chiqib ketdi" dedi. Qizning onasi, oilasi, G'attos hamda aqshlik shifokorlarning barchasi islomni qabul qildi.